Qadrli obunachilar, hammalaringga salom. Короче, sizlar bilan bugun Kriko bo'ldi. Sizlar ko'rib turganlarimdan xursandman. Nima desam ekan, короче, tilim sepadan chiqib ketyapti. 3 kun bo'ldi do'stlar, men yangi qishloqqa ko'chib keldim. Bitta yangi qishloq ochilgan ekan, короче, ashga ko'chib keldim. 3-4 ta ot oldim aytdi. O'zimga polizim bo'ldi. Hozir bu yerda 3 ta aholi bor xolos mendan tashqari. короче, shunaqa. Hozir ular yurib ovoz eshitilyapti. Короче, bo'lmasa men bugungi videoni boshladim. Qalaysan? Mana короче mana birinchi otim. McQueen. Juda ham tez yuradi. Bugun chopib ko'ramiz, agar chopib ko'rsangiz. короче, kommentariyaga yozinglar, har bir otda chopib ko'ramizmi billa? Tamos, ikkita qora короче, belga qilib qo'yganman mana. Billa turishadi ikki qora otlar. короче, 3-4 ta uy bor, ko'rib turganlaringdek. Poliz. Bu meniki bas bolalar, mana uydagi Hunet axlatxona ekan. Meniki orqa tomonda mana Mustang degan otim, 4 ta ekan otlarni, короче, mana. Poliz. Bu mana uydagi, mana uyning orqa tomonda mana polizim. Meniki kattagina, o'zim olganman, telak kattasini. Ishqovoqlar ko'rib turganlaringdek. Shaxtachi kichkina, Allohsalaring tushib ko'rsatib beraman. Mana hoyta tugadi. Xo'sh, do'stlar. Hozir sizlarga boricha короче obzor qilib beryapman. Xo'sh, 2 3 4 ta xonada bilan 5 ta uy bor. Bitta, 2 ta, 3 ta, 4 ta poliz bor. 4 ta poliz bor. Mana uydagi yo'q. Endi kelajakda yana 2 ta 3 ta uy qo'shilib, yana polizlar bo'lishi mumkin. Bu yerda ham kichkina tosh ko'yiladigan joy. Mana daraxtlar. Bolalar, yangi ko'chib kelgan joyim yaxshimi, nima deb o'ylaysizlar? 0 dan короче, plus 10 gacha baho beringlar. Necha baho berardilaring? Keyin kommentariy yozinglar, otlarda choptiraylikmi bir. Xo'sh, agar sizlar choptirgan otlarda desanglar, mana Mustang, keyin McQueen boyga o'ynaydi, keyin ana ikki qora otlar qilib ko'ramiz. Birinchi buni minsa, u tezroq yuguradimi, keyin buni minib, keyin yo u tezroq yuguradimi? Birinchi shunaqa bilib olamiz anig'ini. Birinchi bugungi video shundan iborat edi bolalar. Keyin iltimos qilaman kanalimga 50 ta obunachi yig'aylik, chunki keyin men ham stream qilishim mumkin. 50 ta obunachidan keyin. Xo'sh, bo'lmasam bolalar, nima ham dirdim. Bugungi video tugadi. Sizlar bilan Kriko bo'ldi bolalar. Bu videoga 5 tacha like yig'ib bersalaring, keyingi qismlar chiqadi. Kommentariy yozishni unutmang, kanalga obuna bo'lishni ham unutmang. Sizlar bilan Kriko bo'ldi.